Yurtimizda ma'naviy ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish maqsadida yoshlarning intellektual salohiyati, ongi, tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitet hosil qilish maqsadida vatanparvarlik va sadoqat tuyg'usi bilan yashayotgan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ma'rifat ulashib loyihasiga Astraxan davlat texnika universitetining Toshkent viloyatidagi filiali ham munosib hozirlik ko'rishmoqda. Demak, bu gal universitetimizga Notiqlik san'ati akademiyasi asoschisi, Xalqaro antik dunyo va Turon fanlar akademiyasi akademiki, Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Rahimboy Jumaniyozov tashrif buyuradilar. Ta'lim va tarbiya uyg'unligini taraqqiyot bilan chambarchas bog'lab, yoshlarni fikri va so'zini charxdek o'tkir qilishga bel bog'lagan professor Notiq ustozimiz Rahimboy Jumaniyozov bilan bugun suhbatlashamiz. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Suhbatimizga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Dastavval yurtimiz bo'ylab davom etayotgan Ma'rifat ulashib loyihasi haqida o'z fikrlaringizni bildirsangiz ustoz. Xo'p. Ma'rifat ulashib dasturi nihoyatda oqilona o'ylab topildi. Sababi buni ijrosi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni biz ko'rdik. Dastavval mana birinchi bosqichi o'tkazildi. Joriy yilning 22-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining 122-sonli qarori. Mana ikkinchi bosqich boshlandi bu. Demak 275-sonli qaror avgust oyida chiqqan edi. Shuni ijrosi bilan bog'liq holda mana respublikamizning turli viloyatlarida, ta'lim muassasalarida, maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi maktablarda, o'rta maxsus maktablarda uchrashuvlar bo'lyapti. Albatta bu nihoyatda zarur ekanligini biz o'zimiz ham his etdik yana bir bor. Sababi o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan juda ko'p professor o'qituvchilarni maktablarga borishi, turli ta'lim tizimlarida, oliy ta'lim muassasalarida uchrashuvlar bo'lishi bu yoshlarga qandaydir bilimdan tashqari, ma'rifatdan tashqari eng muhimi motivatsiya beradi. Men ham shunday bo'lsam ekan, men ham shunday erishsam ekan degan ma'noda juda katta xizmat qilyapti va biz bu ishga doim joni payvasta kamarbastamiz. Rahmat ustoz. Aynan notiqlik san'atini yurtimizdagi holati qanday? Notiqlikning zarurligini shundan ham bilsak bo'ladi. Ta'limning kaliti nutq bilan, tarbiyaning kaliti xulq bilan. Nutqiy xulqiy madaniyatga ega bo'lmagan avlodni barkamol avlod desak, nutqiy xulqiy madaniyatga ega bo'lmagan insonni komil inson desak, nojoiz bo'ladi. Ana shuning uchun ham notiqlik so'z orqali fikrni yetkaza olish va uni ta'sirchan tarzda yetkazishda hikmat ko'p. Davlatimiz rahbari alohida e'tirof etganlar, ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim yakkayu yagona yo'lidir. Ta'lim sifati nima bilan belgilanadi? Albatta, keng qamrovli bilimga ega bo'lish va jahon miqyosidagi sohaga oid bo'lgan ma'lumotlarni egallash va axborot kompyuter texnologiyalarini, zamonaviy texnologiyalarni bilish va eng muhim tomoni olingan bilim o'zlashtirilgan malaka hosil qilingan ko'nikmani talabani ongiga singdirish mexanizmi. Bu pedagogning mahorati, pedagog mahoratni o'zagi va o'zani bo'lgan, sifatli ta'limning muhim mezoni bo'lgan pedagogning kommunikativ kompetentligiga bog'liq, nutq madaniyatiga, notiqlik san'atiga bog'liq. Chunki biz bilganimizni yetkaza olishda tilning imkoniyatlaridan, lingvistik kompetensiyadan, uning ifoda vositalaridan foydalana olishimiz kerak. Aks holda maqsad ro'yobga chiqmaydi. Chunki o'quvchi, talaba sizni qachon qabul qiladi? Siz o'sha bilimingizni unga yetkaza olsangiz. Chuchvara yeyishdan maqsad nima? Go'sht yeyish. Biz uni xamirga o'rab bejirim qilamiz. Shunday ekan, mavzuni ham yetkaza olish kerak. Mendan ba'zan so'rashadi: "Domla, nutq madaniyati, notiqlik bu til va adabiyot o'qituvchilarga tegishli. Buni filologlar o'rganishi va o'rgatish kerak. Bizga nima daxli bor?" dedi. Men tabiiy fandan dars beradigan o'qituvchilar bilan uchrashuvda shuni aytdim. Kimyoviy reaksiyalarni, Dmitriy Ivanovich Mendelevning davriy sistemasidagi elementlarni, fizik qonuniyatlarini, geometrik aksioma teoremani, matematik sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekanus, kosekanosni u nima bilan yetkazadi? Demak, bu chalami? O'zi ham, so'zi ham, fan ham chala. Shuning uchun ana shu tilni chuqurroq egallagan bo'lish kerak. Chunki
o'zga tilda so'zlash o'z tilingda o'ylashdan boshlanadi. Doim men buni e'tirof etaman. Ana shu nuqtai nazardan biz ko'proq nutq madaniyat, notiqlik san'atini nafaqat muayyan tizimda, hamma tizimda amalga oshirishimiz kerak. Chunki u injener uchun ham, u ximik uchun, fizik uchun, lirik uchun, eng muhimi tirik uchun kerak. Chunki u so'zni ifoda etadi va undan foydalanadi, maqsadni yetkazadi. Mavzuni mohiyati ana shu notiqlik bilan bog'liq. Shuning uchun pedagogik mahoratni muhim o'zagi va o'zani, sifatli ta'limni muhim mezoni bu nutq madaniyati, notiqlik san'ati pedagogning kommunikativ kompetentligi hisoblanadi. Shuning uchun notiqlikni barcha jabhalarda, barcha vazirlik tizimida buni doim o'tkazishimiz kerak. Muloqot etiketi, muomala madaniyati bo'lmasa, mohiyat bo'lmaydi. Afsuski, ayrim hokimlar nutqida, hatto deputatlarda ham nutqida haqoratomuz vulgar so'zlar ishlatila boshladi. Nima uchun? Nutq madaniyati va notiqlik san'atini bilmaganligi uchun, tiliga qashshoq bo'lganligi uchun va ko'proq kitob mutolaa etmaganligi uchun bu hodisa sodir bo'layotganligini alohida uqtirmoqchiman. Demak, keyingi savolimiz sizning ushbu notiqlik san'atiga kirib kelishingizga asosiy turtki bo'lgan voqea qanday? Albatta, bu haqda gapirgan paytda meni onajonim ona tili va adabiyot fanidan dars bergan zoti sharifa bo'lganlar. Ruhlari shod bo'lsin. Demak, o'z-o'zidan ular fanga, adabiyotga, kitob o'qishga, mutolaaga bizni qiziqtirgan va o'qiganimizni so'zlab berishni talab etgan. Va biz qanday so'zlaymiz, qanday yetkazamiz, bu mahoratni talab etadi. Ana shu nuqtai nazardan. Keyin esa oliy o'quv yurtida mana Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini o'zbek filologiyasi fakultetida tahsil oldik. U yerda bizga eng kuchli notiq pedagoglar, notiq professor o'qituvchilar dars bergan. Ayb G'ulomov deymizmi? Ozi Sharafiddinov, Laziz Qayumov, Subutoy Dolimov, endi ko'p bulansa, Omonulla Madayev. Bu ustozlarni men Yormat Tojiyev ko'pchiligini e'tirof eta olmadim. Mana shu ustozlardan biz fikrni ifoda etishda so'zdan qanday foydalanish kerak? So'z orqali qanday qilib o'quvchini qalbi ongiga ta'sir etish mumkinligini bildik va o'rgandik. Ana shularni bergan ta'limlari, yoshlikdan olingan va kitobga yaqinlik munosabati bilan harakatlarimiz bugungi kunda butun notiqlikka imkon berdi va men Notiqlik san'ati akademiyasi ta'lim muassasasini ochganman mana. Hozir juda ko'p yoshlar kelib o'qib o'rganyapti. Nafaqat yoshlar, hatto vazirlik tizimidagi rahbarlar ham, senator va deputatlarning ayrimlari ham kelib mana o'rganishyapti. Muloqot etiketi, tadbirni o'tkazish, fikrni yetkazish, uning qanday omillari bor, qanday qilsak biz qo'rquv va hayajonni yengamiz va fikrimizni erkin ifoda etamiz degan savollarga javob olishadi va biz buni amaliyotda ko'ramiz. Chunki nutqda birinchi navbatda ana shu amaliyot muhim. Har qanday sohada nazariy ma'lumot bilan amaliy mashg'ulot ishqi pechak guldek chirmashib ketmasa, mohiyat bo'lmaydi, natija va samara bo'lmaydi. Davlatimiz rahbari shuning uchun qaysi soha vakillari bilan uchrashganda 3 ta so'z: sifat, samara, natija. Sifat va samaradorlik natija bo'lmasa, mohiyat bo'lmaydi. Bizga ustozlar mana shu yo'l yo'riqni, ana shu fikrni ifoda etish bilan bog'liq bo'lgan o'z bilimingni qanday qilib yetkazasan, mikrofon, minbar, video kamera oldida qanday qilib maqsadni anglatish mumkin degan savollarga javobni ularni ta'limidan olganmiz. Notiqlik san'ati faqat san'atkor, suxandon, boshlovchilarga kerak deyishadi. Ustoz, bu borada fikringiz qanday? Notiqlik nafaqat suxandon va notiqlarga, boshlovchilarga kerak deb aytiladi. Yo'q. Chunki u so'z orqali muloqotga kirishadigan, aniqrog'i mikrofon, minbar, video kamera bilan jamoaga yuzlanadigan kasbiy faoliyatdagi barchalarga kerak. Boshqaruv mexanizmida, ta'lim tarbiya jarayonida, targ'ibot ishlarida o'z-o'zidan so'zdan foydalanamiz. Va shuning uchun u faqat suxandon yoki notiqlarga yoki adabiyotshunos, tilshunosning ishi deb bo'lmaydi. Bu kulgili holat. So'zlash ma'rifatdan, tinglash madaniyatdan, anglash ma'naviyatdandir. Shunday ekan, kasbiy faoliyatda albatta so'z va nutqdan foydalanishni
barcha bilish kerak. Chunki muloqot qila oladigan, muloqot orqali ta'lim tarbiya jarayonida fikrni yetkazishga harakat qiladigan inson albatta bundan foydalanadi. Shuning uchun rahbarlik faoliyatini boshqaruv mexanizmida albatta pedagog jarayonda ta'lim tarbiya hali aytganimdek targ'ibot ishlarida albatta nutqni biz chuqur egallashimiz kerak. Shunday ekan notiqlik jamiyatni taraqqiyoti uchun jon tomir va qon tomirdir. Aynan bugungi intervyumizdan so'ng Notiqlik akademiyasiga o'qishga kirishni xohlagan talabalar soni ortishi tayin. Ustoz, unday talabalarga siz qanday yo'l yo'riq ko'rsatasiz? Ya'ni qanday akademiyaga o'qishga kirish mumkin? Notiqlik san'ati akademiyasiga murojaat qiladiganlar o'ziga xos. Men mikrofon va minbar oldida o'zimni yo'qotaman. Video kamera oldida gapira olmayman. Qo'rquv va hayajonni qanday yengsam bo'ladi? Birinchi savol. Ikkinchisi, shu ko'p narsani bilaman, yoddan ham olaman, lekin aynan kameraga qarasam yodimdan chiqib qoladi. Nima qilsam bo'ladi? Nutqim ravon bo'lishi uchun, tafakkurim teran, fikrim aniq bo'lishi uchun nima qilishim kerak degan savol bilan kelishadi. Men aytaman, nutq madaniyati, notiqlik san'ati shunchaki dars mashg'uloti emas, bu kasallik. Yoshlikdan yuqtirilgan kasallik bu. Nafaqat yoshlar, balki katta yoshdagi, hatto aytish kerakki, professor o'qituvchilar ham ba'zan mikrofon kamera oldida so'zini yo'qotib qo'yadi. Nima uchun? Yo duduqlanib qoladi. Parazit so'zlarni ishlatishga ehtiyoj sezib qoladi. Nima uchun? Chunki bu jarayonni amalga oshirmagan. Nutq madaniyati shuning uchun bu o'rischa aytsak lecheniya deyman men. Chunki davolanish kerak. Men shamollab qolsam, Navakain bilan Tepazalin bilan Navakainni qo'shib ukol qilinsa, ertaga bitta nemisini etsam, indin yaxshi bo'lib qolmayman. 10 kunlik demak bu muolaja payti va shuni dorini malhamni olishim kerak. 10 kurs lecheniya deydi o'rchasiga. Xuddi shunday ekan, bizda ham 20 soatlik dastur bor. 20 soatlik dasturdan to'liq o'tmasa, u notiqlikning ichiga kira olmaydi. Ana shuning uchun biz buni o'qitishda bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana bizning telefon raqamlarimiz bor. Qayerda qachon bo'lishi ularni vaqtiga qarab rejalashtiriladi va biz ko'pincha yozib olib, video kamera va audiovizual imkoniyatdan foydalangan holda tasvirga qo'yamiz. Keyin buni baholash boshlanadi. Nima uchun gapira olmadi? Qaysi so'zni noto'g'ri ishlatdi? Qanday qilinsa bu ish to'g'ri bo'lardi? Ana shu jarayondan o'tgandan keyin albatta u chinakam ma'noda shakllanadi va notiqlik ummoniga kiradi. Siseronning bir gapi bor. Shoir bo'lib tug'iladilar, notiq bo'lib yetishadilar. Shoirlik ham tug'ma iste'dod, notiqlik ham, lekin shoir bo'lib tug'iladilar, notiq bo'lib yetishadilar degan, o'sha yetishadi degani mashq, mashaqqat degani. Mana bu jarayondan o'tish kerak. Mashqiy jarayon bo'lmasa bo'lmaydi. Oshiqni ishq toblasa, notiqni mashq toblaydi. Doimiy ravishda mana shu jarayonga biz amal qilamiz va talab etamiz va keyin o'zini o'ziga ko'rsatamiz. Ertalab ishga ketadigan bo'lsak, kiyimimiz, yuzi ko'zimizga qaraymiz. Ko'zguga o'zimiz tutamiz, to'g'rimi? Notiqlik ham ko'zgu, u faqat ichki dunyongizning ko'zi. Avval gapirilgan paytda o'zingga qarab kutarlar, so'zingga qarab kuzatarlar deydi. Insonning so'zligi uning o'zligi uchun ko'zgu. Ikki og'iz so'zdan keyin bilimi, saviyasi, dunyoqarashi, tabiati, tiynati hammasi oynadagidek ravshan bo'ladi. Shuning uchun ichki dunyoni ko'zgusi notiqlik. Bilimingizni namoyish etadi. Ana shuning uchun bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana telefon raqamlarimiz turibdi. Biz sizlarga doimiy ravishda notiqlik bo'yicha nutq ravonligi va fikrni teranligi, qo'rquv, hayajonni yengish bobida amaliy mashg'ulot va nazariy ma'lumotlar berishga tayyormiz. Notiqlik san'ati akademiyasida tahsil olgan o'quvchilaringiz haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Yaxshi. Rahmat. Oliy ta'lim tizimini ham maktabgacha ta'lim vazirliklar tizimidan juda ko'plab murojaat qilingan. Ularning son sanog'i ko'p. Ular yosh nuqtai nazaridan 7 yoshdan 70 yoshgacha deyman ba'zanda. Chunki juda ko'pchiligi, eng muhimi bizning faoliyatimizning muhim bir qirrasi kasbiy faoliyatda nutqdan foydalanib bugungi kunda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish bilan ta'lim tizimi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda nutqdan qay darajada foydalanishiga qarab baholangan o'zimizning maxsus kengashimiz bor.
va juda ko'pchilik bu Notiqlik san'ati akademiyasining turli nominatsiyalari bo'yicha g'oliblari sanalgan. Bugungi kunda juda katta vazifalarda, mas'ul vazifalarda ishlayotganlar bizda ta'lim olyapti. Mana biz hozirda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tizimini va ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tizimini o'qityapmiz. Muloqot etiketi bo'yicha tadbirlarni o'tkazish, maqsad mohiyatni, mavzuni yetkazish bobida qanday mahoratga ega bo'lsak bo'ladi degan ma'noda murojaat qilishadi va biz ana shu ishlarni amalga oshiryapmiz. Shuning uchun 2019-yilda birinchi tanlov o'tkazilgan edi. 2023-yilda ikkinchisi bo'ldi. Endi birinchisi u paytda bo'lmay qolgani sababi biroz pandemiya pan berganligi bois mana endi har yili o'tkaziladi. Yaqinda biz yana buni 2024-yil hisobi bo'yicha o'tkazamiz va rag'batlantiramiz. O'zini nutqiy faoliyatda barcha soha vakillari bor bunda. Muayyan soha emas. Barcha vazirlik tizim qo'mitalar bu ishni amalga oshiryapti. Mana shu. Mana oktyabr oyidan keyin saylovdan keyin yangi tarkib bilan Senatni o'qitishga kiramiz. Senat bilan rejalashtirganmiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bilan. Bugungi suhbatga vaqt ajratganingiz uchun rahmat ustoz. Qolaversa qimmatli ma'lumotlarni berib o'tganingiz uchun ham. Aynan biz sizni 5-oktyabr kuni filialimizda bo'lib o'tadigan Ma'rifat ulashuv loyihasida kutib qolamiz. Ko'rishguncha. Rahmat. Bir narsani e'tirof etmoqchiman, Ruxsaraxon. Mana Mirazam aka, siz mana do'stimiz kelib o'tkazyapti. Men juda ko'p Ma'rifat ulashuv dasturida juda ko'p joylarda bo'ldim, ta'lim tizimlarida bilan ta'lim muassasalarida, lekin sizlar singari buni chiroyli shaklda hali boshlanishidan bir oy oldin tayyorgarlik ko'rib, mana bunday qilish uchun inson fidoyi bo'lish kerak, o'z kasbiga shaydoyi bo'lish kerak va bugungi kundagi olib borilayotgan siyosatni mazmun mohiyatini his etgan bo'lish kerak. Sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Astraxan davlat universitetining filiali barcha pedagoglar, professor, o'qituvchilarga va talabalarga omon bo'linglar.